Hammaga salom. Bu videoda o'rtacha qiymatni diagrammada chiqarishni ko'rsataman. Buni qilish oson, ya'ni keling boshlaymiz. Pust joyda, bo'sh joyda belgilab turib, oddiy histogrammani belgilaymiz. Bu yerda tayyor mera bor, oddiy summani ko'rsatyapti. Sotuv summalarini kiritamiz va oyma-oy ko'rsatmoqchiman, data. Mana bizning ma'lumotlarimiz kelib chiqdi. O'rtachani ko'rsatish uchun format belgisiga o'tirib turib, stroka ссылки joyiga o'tishimiz kerak. Stroka ссылкini ochib, добавить линию. Добавить liniyada biz выбрать тип degan joyda y deb belgilaymiz. Y da belgilaganingizda mana bu yerda o'zingizni qiymatingizni kiritsangiz bo'ladi. Masalan, 10 millionni kiritsak, mana o'rtacha qiymati chiqdi. Lekin bu faqatgina 10 millionni ko'rsatyapti. Masalan, boshqa davlatni tanlasak, bu baribir 10 millionda turadi. Keling, biz shuning uchun o'zgaruvchan bo'lish uchun biz yangi mera yaratamiz. Bu summani kunlar soniga bo'ladi va o'rtacha qiymat avtomatik tarzda va davlatlar bo'yicha ham ko'rsatadi. Uning uchun yana bir marta bizlar diagrammamizni belgilab turib, stroka ссылкиga o'tamiz va o'sha 10 millionni o'rniga fx ni belgilab turib, biz financialda o'rtacha qiymatni belgilaymiz. Okey. Va metki данныхni belgilasak, raqami ham kelib chiqadi. Yana nima qilishimiz mumkin? Rangini bo'yab, boshqacha rangini kiritsak, bizda ma'lumotlarimiz ajralib turadi. Va masalan, boshqa davlatlarni belgilaganimizda o'rtacha qiymatimiz ham o'zgaruvchan bo'ldi. E'tibor uchun rahmat.